Hammaga assalomu alaykum azizlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch City'da. O'tirming ko'ramiz, subsidiya, mashin bilan barter, kredit, naqd, xalaqon uslublarda sotib olishimiz mumkin. Yana bahosi arzon. Zudlik bilan sotiladi, shu sababli arzonroq qo'ydilar. Manzilini aytdik, Urganch City'da, ya'ni aeroportning yonida. Toza dom, ishinning dom bu domingiz ham. Ajoyib dom, tayyor bo'lgan, dokumentlar ham bor. Biz 2 dana kvartiramiz qanşıydı. 2 hem 3 xonalı 77 metr kvadratda joylashgan. Elde de eski plashatkalari bor, parkovочный месталар bor undani. Bu chetdan qo'ysangiz bo'ladi, unda spesial shu parkovочный место o'chatilgan. Eski plashatka hamda bor, ko'rib turolasiz. Buni eldan yonboshidan bor, ben yonboshidan bor. Maktab bog'cha yonida, bog'cha undani yaqinlashtirib ko'rsatib o'ting. Bog'chasi yonida, maktab ham oshinar yonida, ishi domlar yonida. Yaqin, dedim yaxshi joy. Siz aytganimdek subsidiya qog'ozlaringiz bo'lsa, subsidiya ham sotib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Hozir qo'limizdan kelgancha birinchi chetdan kelib ko'rsatib beramiz. Bu uyimizni gaz o'chiruvchi, suv o'chiruvchi, svet o'chiruvchilari qo'yilgan, devorlari rodbonddan chiqarilgan, oqartirilgan. Uje shpaklevka, laminat polasi, natija patologga kirib yashab o'tirsangiz ham bo'laveradi. Birisi 4-etajda, birisi 5-etajda. Hozir kirib xonadonimiz bilan tanishib chiqamiz. Ketdik. Azizlar, xonadonimizga chiqib keldik. 3 xonali 77 metr kvadrat, ikkilamchi kredit ham, subsidiya ham, naqd ham. Subsidiya bilan naqd sotmasizlar bo'ladi. Biz zo'r yeri bor ekan, buni giraverish keng, ajoyib keng. Devorlari rodbond turilib turibdi, to'g'ri shpaklevka urasiz. Ben o'zi o'tishsak, bunda hamda rakovina joylari uchun shlankalar ham chiqarib o'tilgan, ba'zisi shlankalar ham chiqarib o'tilgan, montajlar etilgan. Biroz ish etilgan. Bunda bir xonasi, bunda bir xonasi, bunda sanuzeli, yana o'tib kelsak, bunda yana bir xonasi. Bunda kuxnyasi. Bu yerda yana garderobniy uchun место qoldirilgan. Ko'rib turganlaringizdek. Beğendik ham yaxshi. Yangi shu. Yaxshini ko'rsatib chiqaramiz. Balkoni bor plus 2 balkoni bor, o'zi ham bir emas. Bu yer уже laminat pol tashishlar tayyor. Devorlar shpaklevka urasizlar, aboyni berasizlar. Patologga, natija patolog eslatib o'tamayizlar. 75 ming edi. 69 mingga tushirdik, endi 65 ming so'mga tushirdik. 40 ming so'mdan 65 ming so'mga. Ustanovkasi bilan qistirib, yopishtirib cho'tga ketadilar. Yana kachествоsi ulучшение bo'ldi. Natija patolog uchun 95lik 445 1000 telefondan telefon etaverasizlar. Ko'chadan ko'rinishi ajoyib joy. Elde eski plashatkalari bor. Parkovочный месталari. Umuman shu parkovkani. Bunda o yerda yana ikkinchi chetda turadi. Bog'cha bunda yana. Maktab o yerda. Yanginasında. Hammasi. Shuni ko'rishdi yana. Ba'larimiz bitib bo'lgan domlayni. Ajoyib. Plus balkoni bor yana. Bu xona ham kichkina emas. Azizlar, g'ada 320lara, 420lar bor. Suv o'chiruvchi, gaz o'chiruvchilar qo'yilgan yana. Biroz ish etilgan. Shuni ko'rinishda samishonniy, sanuzol. Bunda yana gaz o'chiruvchi uchun berib qo'yibdilar. Kuxnyasi uyga o'xshaydi, o'z aslida ham bo'shiga ekan. Yani ko'rib turolasiz, bunda radiatorlarni shlankalar ham chiqarib o'tilgan o'zi. Aynalar qo'yilgan plastik ramarni. Shuni ko'rinishda gaz o'chiruvchilaringiz tayyor. Hozir gaz o'chiruvchilar o'tdi. Buni ko'rsatdik. Bunda zal. Bunda zal. 330'a uzunluğuna 6 metr bayızda. Bir de radyator şlankalar çıkarıp ötülgen, siyashkalar ötülgen, rodbond turulgan. Şunu görün işte. Yanımızda yine bir xonasi. Şimdi benim şu kuxnyani nishon etibdilar. Kuxnyani nishon o'tibdilar. O'zi aslında gibi de boşaya geldi. Çünkü balkonu var. Yerab kichkina emas. Ajoyib spayni. Buna yine onda aeroportuna yaqinlashtirib ko'rsatib. İlk aeroportun yanında. Onu fazla basa. İzleyin bunda ikinci, bu 4. etajda, yani görsətkəniz 5. etajdaydı. 5,5 milyon sonundan. Bu 5,5, bu 5. Hə, o 5. etajdaydı, 5 milyon son ekan, metr kvadratı. 77 metr kvadrat. Bu 4. etajdaydı, 5,5. Bu nərsələ etibar etmişsə, komşu remont etdirgan ekan, şuna bir yana taşab. Beğendim, acayip yani prikolici gördüğünüzde doğrumuzda sanuzul, kençette xanası, bundan bir xanası, bunda kuxnyası.
Şu domumuzda şu bam. Balkon bamında bina. Bam bundan şu işletilgen emas. Ha. Acayip köp emas. Yani azroq qoladi endi. Novoy tasvirlash, shpaklovka, laminat pol, patologatsiz. Ko'p odam olib astan o'taveraman deydi, onlar ham bo'laveradi. Beram bir xonasini. Hem de zalı, hem de sanuzulu gösterdik. Ha, sanuzulu hem narsalar aytilgan. Beram gaz, suv, svet o'chiruvchilar qo'yilgan. Zalam kichkina emas. 6'da ullu ben. 6'lama ben. Aşağı 6'lama ekan. Sizde enini 380 bu uzunluğu 6. Bam 77 kvadrat, 2 kil kvadrat. Qiziqtiradi olsa, ben göstereyim. Qiziqtiradi olsa, batafsil ma'lumot uchun egasini telefon nomerlari yozilgan. Subsidiya desizlar. Subsidiya ikkilamchi kredit desizlar. Ikkilamchi kreditda naqd sotib olaman desangiz, naqd sotib olishingiz mumkin. Barter desizlar, mashin bilan barter etishingiz mumkin bo'ladi. Esa shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Keyingi videolarimizda görüşmek üzere.